Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Tayyor bo'lsangiz ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Ikkinchi darsimiz brauzerning chiroyli holatda o'zimizga qulay qilib olish, ya'ni special deb nomlangan kengaytirilgan imkoniyatni yaratib olish. Bu mana special ikkita bo'ladi. Special 3D deb yozamiz. Xo'p, sizlarga buni biroz kattalashtirib ko'rsatib beraman, qanday yozilishligini. Mana Special 3D. Buni kiritib olganimizdan keyin Enter tugmasini bosamiz va mana bu joyda mana Google Chrome Web Store Google.com tayyor holatda ustanovit qilib olishni tavsiya etyapti. Mana ikki xil ko'rinishda bo'ladi bu, to'g'ri ko'rinish va 3D ko'rinish. Men tavsiya qilgan bo'lardim 3D'sini. Ustanovit tugmasini bosamiz. Ustanovit расширение. Xo'p, o'rnadi. Mana bu aytyaptiki, qaysi yo'nalishni tanlaysiz? Birinchi yo'nalish 3D, ikkinchisi esa oddiy ko'rinish. Biz 3D da qolamiz. Начать использовать. Mana o'rni bo'ldi. Shu joyda yangi listni ochasiz va оставить так deb qo'yasiz. Shunda har safar shu ochiladi. Aks holda avvalgi holat saqlanib qoladi. Оставить как? Так. Endi buni har birini o'zingiz terib chiqishingiz ham mumkin. Misol uchun mana bu yerga qo'shaylik. Bu yerga siz sayt nomini yozishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik youtube.com. Mana ba'zi bir shunday holatlar bo'ladi. O'zini hamda logosini o'zi topib beradi. Topmaganlarni siz boshqa yo'l bilan qo'yishingiz kerak. Masalan, buni shundoq qilib qo'yamiz mana. Добавить sayt. Mana YouTube joylashib oldi. Bossangiz YouTube'ga kirib ketaveradi endi mana. Hozir brauzerimiz sozlanmagan, shunday bo'lyapti. Yoki mana bunga kiramiz, mana emaktab.uz. Bu yerda hech qanday ma'lumot ko'rmadik. Obnovit desak chiqmadi. Biz nima qilamiz? Yangilikka kiramizda emaktab deb yozamiz va kartinka bo'limidan maktabni tasvirlangan bironta nimani olamiz. Masalan, mana maktab. Kopirovat URL kartinka deymizda joylayotgan joyimizga mana bu joyga вставить qilamiz. Va obnovit desak, bizni olgan rasmimiz ko'rinadi. Mana добавить sayt. Maktab. Bosishingiz bilan ana endi maktabga kirib ketaveradi. Endi shu o'rinda yana bir narsani aytmoqchiman. Biz do'stlarimiz bilan, yaqin tanishlarimiz bilan bu narsani qilganmiz. Men asosan minnatdorchilik bildirardim ustozim Boybobayev Botirjon domlaga, ustozga. Ibrat maktabida ishlaydilar. Juda ham kuchli mutaxassislar. Bu narsani ilmini shu inson o'rgatganlar va Malaka oshish institutida bir tanishim bilan birgalikda buni yanada bir mukammallashtirdik. Uning kodlari mana barchasini nusxasini olamiz va brauzerning hozirgi Stepdialni nastroykasiga o'tamizsa import qilib olamiz mana. Import. Endi biroz kutib tursak, biz darslarimizda foydalanishimiz lozim bo'lgan saytlar chiroyli tartibda mana joylashib oldi. Endi bu o'ynamiz kerak emas. Mana. Ko'ryapsizmi? Ajoyib holatda sozlab olasiz va bunda hadeb sayt nomi nima edi? Mana bu saytga qanday kirardi degan savollar sizda deyarli qolmaydi. Mana shu ekranimizda ko'rinib turgan ko'plab mana bu birinchi qatorda turgan, ayniqsa mana bu Tinkercad, Plickers kabi, Padlet, Kahoot kabi narsalarni learninglarda juda ham zo'rlarni o'rgatishdi. Malaka oshish institutidagi ustozlarimiz Jumaboyev Abdulhamid, Shahzodbek degan yigit bor. Ilhomjon degan yigitlar bor. Bular juda ham ko'plab narsalar o'rgatishdi. Alloh rozi bo'lsin. Lekin video uroklarni qilishmagan ekan. Shunga biz harakatdamiz inshaalloh.
Mana birinchi darsda akkauntni ko'rsatdik, ikkinchi darsda mana spetsialni va endi bundan keyingi darslarimizda bir vositada mana shu saytlardan foydalanishni asta-sekin yoritib berishga harakat qilamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.